yildan qo'lga qatnab yurardim. Qololmasam og'rirdi. Shuning uchun har oy bir oyda, 2 oyda, 3 oy qilardi, keyin yana 1 oyga tushib qo'yardi. Har oy borib yurardim. Shunaqa keyin boshim sal aylanib turardi. Qon yetishmovchilik bo'lardi. 6 oyda 2 marta lecheniya olaman. Faqat 6 oyga yetardi. Keyin mana bu yoqqa keldim. Shu tabiiy rashlarni ichishni boshladim. Hammasidan ichib ko'rganman. Oxirgi moy keldi, unisidan ham oldim, uni ham boshladim ichishni. Bularni hammasidan zo'r natijalar oldim. Xronический sistitlarim hozir yo'q, juda ham yaxshi rezultat oldi. Oyoqlarimga уже mana bu yoqqa a'zo bo'lganimga 1 yil 1 oydan oshdimi. Men уже umuman qo'llarga ham bormayman. Ashlarning orqasidan yaxshi natija olib, oyoqlarim ham, qo'limga ham olardim. Qo'lim ham hech qachon bezovta qilmayapti. Boshim ham mana ahamiyat berib, keyin hali rezultatni keyin eslarkansiz. Kimda ahamiyat bersam, 1 yildan beri boshim ham aylanib ketgan ekan. 6 oyga yetardi oyoq, qo'llarim. Men уже buni 1 yildan beri ichayotgan bo'lsam, umuman mana 1 yildan beri уже boshimda problemalarim ham yo'q уже. Hozirda o'sha oxirgi natijam o navaramda psoriaz o'tgan yildan psoriazida toshmalar toshib ketish qiyin edi. Hali qo'llardan ozgina ketardi, saldan keyin yana toshib ketardi. Hozir mana 3 oy bo'ldi. Men kecha yana berib yubordim, yana ichib davom ettirganda hozir o'sha toshmalar ketdi. Ozgina orqasida oyoqlaringiz ham ketibdi. Orqasida ozgina rozovoy bo'lib turgan ekan. Ozgina 1-2 oyi rozovoy bo'lib turibdi. Yangi natijada shu. Yaqinda mana men zubnoy pastani etsak, zubnoy pastidan rosa natijalar ko'p olganmiz. Oxirgisi mana yaqinda tish qo'ydirganimizda mana shu oddiy zubnoy pastani o'zidan baribir tishlar urar ekan, anaqa urib yuborar ekan. Urganda shu gelni zubnoy pastani og'zimga solib, shuni shimib yotdim. Ertalab ko'rdim. Hech qanaqa urgan joyini anaqasi yo'q. 1 kunda rezultat bo'ldi. 2 kun yurdim, esimda yo'q bu borligi. Hali og'riyapti, hali oddiqdan chiqib olib, o'sha kun boraman dedim. Keyin esimga tushib qoldi. Shunda so'rdim-u, yotdim. Ertalab tursam, og'rimayapti. Men aytdim, haqiqat o'zi. Ularni o'zi hali urganiga, tilim o'rib, o'yvorganiga ishimni shunaqa zo'r rezultatlar. Ular navaralarim ham bemalol so'rib yurishadi, lekin hozirda uncha kasal ham bo'lishmaydi. Yaxshi, shunda ko'radi-yu, so'radi, tomoq og'risa ham shu so'radi, birpasda 1-2 kunda yaxshi bo'lib ketishadi. Rahmat.